Abdullohning sukuti rizo alomati bo'ldi. Shayx bundan qanoatlanib, gapini davom ettirdi. Alhol nikoh o'qigimiz, so'ngra bomdodni o'qigach, yo'lga chiqib, ota yurtingizga qarab yurgaysiz. Zavjangizning bu shaharga qaytmog'iga, meni ziyorat etmog'iga zinhor ijozat bermagaysiz. Mening nabiramga uylanganingizni yaqinlaringizga ham oshkor etmagaysiz. So'raganlarga bir yetimchaga savob uchun uylandim desangiz kifoya. Zero bunda yolg'on yo'qdir. Shayx gapni muxtasar qilib masjiddan chiqdi. Abdulloh unga ergashdi. Shayx uyga kelib, Muminaga maqsadini bayon qildi. Qiz bu kutilmagan ahddan dovdirab qoldi. Ayniqsa bobosini tashlab ketajagi yuragini tilkalab tashladi. Yig'lab bobosiga yalingisi keldi. Ko'zlariga yosh quyildi-yu, biroq qorachiq basmonlari bo'lmish qora kipriklar yo'lni to'sdi. Yurakda uyg'ongan dardli yig'i esa tomoqda bo'g'ildi. O'ksik ko'ngliga davo topilmadi. Podshoh istagini bilgan qizning taqdiriga tan berib, shaharni tark etishdan o'zga chorasi yo'q edi. Komron kunlar oldinda ekanligiga ishonmaslik, Alloh marhamatiga umid qilmaslikdan o'zini tiydi. Muminaning kelinlik sarupasi bir kichik tugunga joylandi. Kechagi kuni shayx uyga qaytar mahali soyning nargi betidagi uydan burqib ko'tarilayotgan tutunni ko'rib, o'sha tomon yurdi. Odamlar yonayotgan uyga suv sepishar, olov esa ularni pisand qilmay, sepilgan suvlarni go'yo yamlamay yutardi. Uyda bolalarim qolgan, deb faryod urganicha otash tomon talpinayotgan ota va onani 3 kishi mahkam ushlab turardi. Shayxning shoshilganicha yaqinlashayotganini ko'rgan ota, "Hazratim, bolalarimni qutqaring", deb iltijo qildi. Shayx, "Qutqaruvchi Allohdir", dedi-yu, boshqa gap aytmay, olov quchog'idagi uyga qarab yurdi. Odamlar qo'rquvdan qotib qoldilar. Shayx o'ldi, deb kalima keltirganlar ham bo'ldi. Lekin oradan ko'p vaqt o'tmay shayx 2 go'dakni bag'riga bosganicha olov quchog'idan chiqib keldi. Uning biror yeri kuymagani, hatto tilinmaganini ko'rgan odamlar endi hayratda qolib kalima keltirdilar. O'z ko'zlariga ishonmagan ota va ona bolalarini uning qo'lidan olishdi-yu, yalab-yulqab ketishdi. Keyin ota shayxga bir xaltacha uzatdi. "Hazratim, bu oltin tangalar happa-yu halol, sizniki", dedi shukrona ohangda. Shayx xaltachaga qo'l ham uzatmadi. Unga norizo qiyofada qarab, "Agar hazratingiz bu tillalarini olsami edi, olovdan tirik chiqmagan bo'lur edi. Allohga shukr qilingiz, hamd aytingiz-da, ehsoningizni hojatmandlarga beringiz", deb nari ketdi. Shayx xufton namozidan qaytganida o'sha ota unga yana ro'paro bo'ldi. Bu safar 2 xaltacha uzatib, "Hojatmandlarni o'zingiz duo qilib, o'z qo'lingiz bilan beringiz", deb yalindi. Nabira qizini safarga tayyorlayotgan shayx o'sha xaltachalarni olib, manzilga yetgach, birini qaynonangga, ikkinchisini eringga bergaysan deb tayinladi. Qizning tuguni tugilgach, Ma'sumaning uyi tomon yurdilar. Ularning guvohligida nikoh o'qildi. To'y ziyofati suvi qochgan non-u buloq suvidan iborat bo'ldi. Duoy Fotihadan so'ng Abdulloh xotinini uyga boshlab bordi. Mumina og'ilxonani eslatuvchi pastak uyga shu tarzda kelin bo'lib tushib, ostonani yor-yorsiz bosib o'tdi. Abdulloh moychiroqni yoqdi. Ijaraga olingan uy xona sohibining quruq cho'ntagidan qolishmas edi. Cho'ntakka emas, yurakdagi iymon boyligiga qarash lozimligini bilgan qizga bu xaroba qo'rqinchli tuyulmadi. Aksincha, tokchadagi yarimta nonga ko'zi tushgach, eriga ajablanib qaradi. "Bu nimadir?" dedi siniq ovozda. "Bu non", dedi Abdulloh savoldan maqsad ne ekanligini anglamay. "Kecha xizmat haqimga bir non berdilar. Yarmini yeb,
qolganini ertagalikka olib qo'ydim. Sizni taqvo ahlidan deb edilar. Mo'mina yengil xo'rsindi. Allohning ertangi kuni rizq bermog'iga ishonmabsiz-da. Bu tanbeh ta'sir qilib, Abdulloh biror nima deyolmay qoldi. Garchi uyatdan yerga qarasa-da, yuragi quvonchdan hapriqdi. Shoirning bir baytini esladi. Agar 10 yil uyida bo'lmasa uni chiqmas ana aytturga bir kun. Shukurki, Alloh unga ana shunday sabrli qizni nasib etibdi. Sirin fosh aylamas, gar g'amda bo'lsin. Agar tang bo'lsa, aytur, bo'lsin. Yaxshi xotin o'zi alamda bo'lsa ham, erning sirin hech fosh aylamas. Alloh unga shunday oqila qizni nasib etibdi. Agarchi birov talinkdan so'z ochib, bunday xotinga achinsa ham noshukurlik qilmas, bilakis bo'lsa bo'lar, ertaga Xudo berib qolar, deb Allohning razzoqligiga ishonar. Abdulloh xayolidan shularni kechirib, Mo'minaga mehr va shukur bilan boqdi-da, beixtiyor pichirladi. Agar zanning muningdek bo'lsa g'ishti, ani degil bu dunyoning behishti. Shayx masjidda ekanida nikohdan so'z ochgan chog'i nabirasini jannat guli deb bejiz sifatlamagan edi. Shuni eslab, Abdulloh bunday xotin chindan ham foniy dunyoning jannatidir deb qo'ydi. Shayxning amriga itoat etib, bomdod namozidan so'ng shaharni tark etdilar. Mo'minaning sepi bir tugun, Abdullohning yuki esa undan-da kam edi. Shu bois yo'l hozirligi uchun fursat talab etilmadi. Tongda harakatga tushgan karvonga qo'shilib, 4-kuni manzilga yetdilar. Abdullohning musofirlikdan pul bilan qaytishini kutayotgan onasi kelinning salomiga alik oldi-yu, o'g'liga norozi qiyofada boqdi. Uning noroziligi o'g'lining o'zboshimchaligida emas, aslida uning uylanishi ayni muddao, lekin 3 qorinni to'yg'izish muammo bo'lib turganda oilaga 4-odamning qo'shilishi ancha tashvishli hol edi. Mo'mina tugunidan bir xaltachani chiqarib qaynonasiga uzatdi. Xaltachadagi tangalar jarangi qaynonaning boshi ustidagi tashvish bulutini haydashga kifoya qildi. Qaynonaning chehrasi ochilib, qarindosh qo'shnilarni to'y dasturxoniga chorlash harakatiga tushdi. Mo'mina qayin inisini nomahram deb bilgani sababli unga ko'rinish berishdan o'zini tortsa-da, kichik hovlida buning iloji yo'q edi. Abdulloh Mo'mina bergan mablag'ni tijorat ishiga sarf etib, ro'zg'orning egik qaddini tiklab oldi. Ukasiga do'kon ochib bergach, onasining rizoligi bilan qo'shni mahalladan bir uy sotib olib, ko'chib chiqdi. Onasi xastalanib, kenjasining to'yini ko'rib qolishni tiladi. Ko'zi ochiqligida Alloh unga bu baxtni ham berdi. Mo'mina bobosini sog'insa ham, uni ziyorat qilib kelish xususida so'z ochmadi. Bobosining podshoh qahriga uchragan bo'lishi ehtimolini o'ylaganida o'ksik ko'ngli faryod chekar, biroq nolasi yuzaga chiqmas. Munojot bilan o'zini ovutardi. Abdulloh zavjasining ahvolini sezib turardi. Karvon yo'liga chiqib, shayxning ahvolini daraklaganda unga xayrli xabar aytdilar. Shayxni Ka'batullohda ko'ribdilar. So'ng esa u Madina-yu Munavvaraga qo'nibdi. Bu xabardan so'ng Abdullohning ko'nglida haj farzini ado etmoqlik niyati tug'ildi. Onasining betobligi sabab bo'lib safarni ortga surdi. Onasining janozasidan so'ng Abdulloh haj ibodatiga bormoq tadorigini boshladi. Tayyorgarlik nihoyasiga yetgach, safar kuni arafasida xotinining istagi bilan qiziqdi. Men 4 oylik safarni niyat qildim. Shu 4 oylik muddatga qancha nafaqa istaysan? Tirik qolishimga yetgulik nafaqa qoldiring, dedi Mo'mina. Tirikliging va o'liming mening qo'limda emas, Haq taoloning izmidadir. Unday bo'lsa, mening rizqim ham
Sizning qo'lingizda emas, Janobi Haqning ismidadir, dedi Mo'mina. Abdulloh bu javobni xush ko'rib, ahli ayolini duo qildi. Mo'mina erini kuzatgach, qo'shni xotin kelib, eringizdan nechuk nafaqa so'ramadingiz, deb ajablandi. Mo'mina javoban dediki, u ham men kabi rizq yeguvchidir, berguvchi emas. Benomus qayin uka bayonida. Bir ota va bir onadan tug'ilmish farzandning fazilatu nuqsonlarida yaqinlik kam bo'ladi. Chehralaridagi o'xshashlik fe'li atvoriga mos kelavermaydi. Abdulloh bilan uning inisi orasidagi farq ham shunday edi. Akada mavjud fazilatlar ukada kamroq ko'rinardi. Akadagi iymon quvvati ukada yo'q edi. Akasi musofirlikdan qaytganida ukaning quvongani rost. Yangasining go'zal uzoriga ko'zi tushishi bilan oshiq bo'lib qolgani ham rost. Mo'minaning yonog'iga yarashgan holiga, sharos ko'zlariga yigitchaning jon qushi osongina sayt bo'ldi. Mo'mina qaynisiga tabassum hadya etmagan, lekin eriga yoki qaynonasiga jilmayib qaragan kezlari yigitchaning yuragidagi iblis g'alayoni avj olardi. Mo'mina qayin inisining qarashdagi buzuqlik uchqunini sezgani uchun ham birinchi kundanoq undan o'zini olib qocha boshlagan edi. Uka uylangandan keyin ham yangasiga bo'lgan oshiqlik kuchi susaymadi. Iblisning nafasini chin ishq deb fahmlagan nodon uka yangasiga intilishini bas qila qolmadi. Akasi safarga jo'nagach, niyatiga yetish fursati kelganiga ishonib, yangasining visoliga oshiqdi. Baytda o'zi bir taxt ustida Jamshidvash, yonida Chehrayu Xurshidvash deyilgani kabi yangasini quyosh yanglig' go'zal deb bilgani barobarinda u nopok o'zini muddaoga yetishgan baxtiyor podshoh martabasida ko'rardi. U akasinikiga darrov bora qolmadi. Oradan picha fursat o'tsin, erni sog'insin, uning visolida o'rtansin. Ana shunda kirib boraman-u, deb reja qildi. Mo'mina eshik taqillashidan xavotirga tushdi. Tashqarida qayin ukasining ovozini eshitganidan keyin ham xavotiri bosilmadi. Avvaliga eshikni ochgisi kelmadi. Keyin zarur yumushi bordir. Har holda erimning ukasi degan o'yda ikkilandi. So'ng esa hojamdan bir mujda kelgan bo'lsa-chi degan umidda eshik zulfini tushirdi. Qayin ukasi ichkariga qadam tashlashi bilan atrofga hadik bilan olazarak qaradi. Bu qarash Mo'minani sergaklantirdi. Orqasiga tislandi-yu, lekin uni uyga taklif qilmadi. Sharm hayo fazlidan uzoqlashgan uka supaga o'tirib yangasiga zuq bilan tikildi. Mo'mina choy qo'yish bahonasida oshxonaga yurmoqchi edi. To'xtatdi. Yonimga o'tiring, zarur gapim bor, dedi titroq ovozda. Ovozdagi titroq Mo'minaga xavotirli xabardan darak berganday bo'ldi. Ovoz nafs xuruji oqibatida titroqqa kirganligini o'ylab ko'rmadi. Qayin inisining yoniga emas, supa chetiga omonat o'tirdi. "Ovsinim salomatmilar?" deb so'radi. "Yaxshi yuribdi", dedi uka bepisandlik bilan. "Karvonsaroyga boruvdim. Xunuk gaplarni eshitdim." Mo'mina cho'chib tushdi. "Qanday gaplar?" "Karvon yo'llarida qaroqchi sotib ko'payganidan ko'payibdi. Hamyonga qo'shib jon ham olayotgan emish. Haj safarini niyat qilib borayotganlarni ham ayamas emish. Labbaykani aytib yo'lga chiqqanlarning barchalarini Alloh saqlasin. Shular qatorida akangizni ham o'z panohida asrasin." Mo'mina yomon nafas qilgan qaynisidan nafratlanib yuzini burdi. Akam qaroqchi changaliga tushmagan taqdirda ham endi yurtga qaytmas. Madinai Munavvarada qo'nim topib qolmoq ixtiyori borligini menga bildirgan. Yana deganki, sizning ixtiyoringiz endi mendadir. Sizni nikohimga oluv haqqi ham menga berilgan. Mo'mina yuziga sovuq suv sepilganday seskanib qaynisiga shart o'girildi.
Tavba deng, bu gaplarni zinhor aytmang, dedi keskin ohangda. Men akamning gaplarini aytdim, tavbaga hojat yo'q, dedi uka surbetlik niqobiga yanada o'ralib. Akangizning bunday demaklari aqllariga ham, iymonlariga ham xos emasdir. Kelmas bo'lib ketsalar ham kutmoq ahddamisiz? Uka shunday deb yangasi tomon bir qarich surildi. Kelmaslik niyati akangizga begonadir. Inshaalloh sog' salomat qaytajaklar. Men esam shariat hukmidan chetga chiqmasman. Qancha lozim bo'lsa, shuncha yillar kutajakman. 90 yil kutmoqchimisiz? Dedi qayin uka masxara ohangda. Lozim ekan, undan ko'p muhlat kutajakman. Menga Allohning o'zi sabr berajak. Akangiz tomonidan taloq berilmas ekan, beva degan nomdan uzoqdadurman. O'zga so'zlarga hojat ham yo'qdir. Siz esa ketingiz. Mo'mina shunday deb o'rnidan turdi. Akamning uyidan haydashga haqqingiz yo'q. Uka shunday deb o'rnidan turdi-da, yangasi tomon qadam tashladi. Mo'mina uning bu harakatidan cho'chib, o'zini himoya qilish chorasini izladi. Nomahram bo'lganingiz holda er yo'q xonadonga qadam bosmog'ingiz joiz emasdir. Allohning g'azabidan qo'rqingiz, ketingiz. Yuragi nafs kishaniga banda bo'lgan kimsa bu onda Allohning g'azabidan qo'rqishni o'ylarmidi? Shayton alayhilana niyatingga yetishingga bir baxya qoldi. Hozir muddao sari qadam qo'ymasang, so'ng visolga hech ham yetolmaysan deb visirlab turganida o'zini to'xtata olarmidi? Sizning uyimizga kelib, birinchi qarashingizning o'ziyoq qalbimga ishq o'tini solgan. Endi bu o'tga chora ko'rish vaqti yetdi. Siz endi menikisiz. Boshqa gap yo'q.